Tushda zubochistka, tish kovlagich ko'rish. Tishlar va tozalik. Agar tushda tish kovlagich yordamida tishlarni tozalayotgan bo'lsangiz, bu sog'liq, tozalik va shaxsiy g'amxo'rlik ramzi bo'lishi mumkin. Siz shaxsiy hayotingizda o'z salomatligingizga ko'proq e'tibor qaratyapsiz. Yomon odatlardan qutulish. Tish kovlagich ko'rish yoki ishlatish, keraksiz odatlardan voz kechish yoki o'zingizni noqulay vaziyatlardan xalos qilish istagingizni bildirishi mumkin. Gap so'zlar va mojarolar. Agar tushda tishlaringiz orasidan nimalarnidir olib tashlayotgan bo'lsangiz, bu sizni bezovta qilayotgan gap so'zlar, obro'yingizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan mishmishlardan xalos bo'lishni anglatishi mumkin. Mayda tashvishlar, zubochistka ko'rish, ba'zan mayda tashvishlar e'tiboringizni chalg'itayotgan muammolar borligini anglatadi. Bu muammolar hal qilinishi kerak. Aks holda ular katta muammoga aylanib ketishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.